الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وارزقنا العمل والإخلاص يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Allama Quduri rahimahulloh yozgan Muxtasarul Quduri namli kitobning Kitabul Buyu' degan kitobining Bay'ul Fasid degan bobda edik. Ya'ni batil va fasid va makruh savdo degan bobda. Endi biz bu darsning ilgili darsda batil degan qanday savdo desa uniki aslimu batil vasfim batil aslim haram süftimi haram bo'lgan savdo nima bo'lgan batil savdo bo'lgan. Bu asli chigilmaydi bu savdo. Bu tabiiy savdo chigilmaydi, tabiiy yenishidi. Bayil fasid degan aslisi halol, süfti haram yoki süfti aslisi haram, süfti halol degandek bir boshqa misollar bilan keladigan savdo bayil fasid deb ataldi. Bu savdo chigiladi, lekin bunun yenip ketishi vacib, yenish vacib. Çünkü qaytarish kerak. Lekin chigiladi. Endi üçüncüsü makruh savdo. Makruh savdo chigiladi, yenishish vacib emas. Lekin gunohkor bo'lib savdo qilgan bo'ladi. Gunohkor bo'ladi. Shu 3 xil savdoning gemini qilgandik. Endi biz hozirgi so'zlab turganimiz shu nima nimaga bay fasidni qator keldi. Mana bay fasid. Vel bay'u ila an-nayruzi vel mahrajan. Endi bu masala bo'lsa noma'lum vaqtga qarorlik, noma'lum vaqtni qaror tutib bir narsa setish. Endi mushumi bay fasidni chiqib qoldi. Masalan, savdo deganda ya naq bo'lgan yaxshi savdoning. Mal naq, pul naq bo'lgani yaxshi. Agar mal naq pul naq bo'lmasa, mal naq pul nisi bo'lib qolsa, bu nisi pulni men palani kuni bilmanda uçuk bir gün, mancınca ayının mancınca günü. 2025 yılı 3. ayının 7. günü degandek mesela. Muayyen, inik bir gün to'xtalish kerak. Lekin anda Xudoyim bo'lganda bitma, Xudoyim Alloh xolisi bilaman deb olsa, mas'ulni emas, fasid bo'ldi. Fasid. Tushunamizmi? Buni yenishi vojib. Taki ashula muayyen, inik bir muddat to'xtatmoqchi. Şunu deydi ki vel bey'u ilen neyruzi vel mihracani ve savmin nasara ve fitril yahudi yani neyruz degan bizim Uyg'urchadan nuruz degan bo'ladi. Nuruz bayrami g'ijadib. Mesela savdo qilishibdi. Buni pulni qachon berasiz desa, Nuruz bayrami deb aytmadi. Nuruz bayrami degan bahorning 1-kuni hamdi. Bahorning Rabi' fasliniki, bahor faslining 1-kuni. Bu bahorning qachon kelganligini kim biladi? Birinci günde dese bu qalamda onu biz bahar degan atrofı jahon bu qush ko'karib asla qish chiqib yoz keladigan vaqtda bo'ladi. Lekin muayyan bir kun emas hamda o. Baharning kuni deymiz, lekin bugun muatim o'qimaymiz ham. Ba'zi chaqda qish tez chiqib ketadi. Ba'zida qish keyin chiqib ketadi. O'xshamaydi. Demak biz bu yerda kunni qaysi kunligini muayyan o'qamadik. Bir. Vel mihrajan. Mihrajan degan gap bayram degan gap aslida, bayram. Endi bu bayram qaysi bayram? Ya'ni kuzning avvalgi kuni. Kuz kelib, yoz chiqib, sayf chiqib, yoz chiqib. Kuz daraxtlar sarg'aydigan, sariq bo'ladigan bir holat bor-ku, kuz deymiz. Shu kuzning avvalgi kunisi nima? Mehrjan deb ataladi. Mushu mehrjan, hozirgi miyada mehrjan degan bayram, yarmanka degani mehrjan deydi miyada hozir. Ondan. Endi kuzning 1-kuniniki bilmem deb aptu. Masudi fasid. Bu kuzning 1-kuni qachon keldi? Ba'zida suvoq baldi tushib ketadi. Kuz baldi keladi. Ba'zida suvoq keyin tushadi, kuz keyin keladi. Demak bu nima jaholat chiqib qoldi, ya'ni muddatning qachon, qarorning qachon tushadiganligini bilolmas kelib chiqdi. Bu qarorning qachon tushadiganligini bilolmaslik nima kelib qoldi? Jidallashishga, talash tortish qilib qoldi. Har qanday savdo setiqda, bey'da talash tortishga, munozaga kullu şeyin yufdi ila al-munazaati fehuve memnu'un. Anladın.
Talaş tartışqa alib beradigan har qanday savdo hammasi cheklanadi savdoda. Ba'zisi batil bo'ladi, ba'zisi fasd bo'ladi, ba'zisi nima makruh bo'ladi. Tushunalmi? Va sawmin nasara masalan. Nasaralarning ro'za tutadigan kunisi deb shart qilibdi. Buni qachon bilsiz? Nasaralarning ro'za tutgan kunisi bilma debdi musulmonlarga. Nima bilamiz biz nasaralarning ro'za tutgan kunini? Va fitrul yahud yoki yahudlarning iftor qiladigan kunisi. Yahudilarniki iftor qiladigan kunisi debdi masalan. Fitr deb. Ro'za et kunisi deganda Yahudilarning ro'za et kunisi degandek bir kunni debdi masalan. Degan bo'lsa, iza lam ya'rifil mutabayi'an zalika mashartu ha. İki so'zlashuvchi Nevruzning qachon qaysi kunisi bo'lganligini uchuq bilmasa, Meherjanning qaysi kunisi bo'lganligini uchuq bilmasa, yoki Nasaralarning Rustxon kunisidan uchuq bilmasa, Yahudilarning iftor qilgan kunisidan uchuq bilmasa, zalika fasidun. Mana bu so'da fasiddir. Agar bilsa-chu fasid emas. Agar uchuq bilsa, manjayning manjunji kuni Nuruz bayramı. Manjayning manjunji kuni Meherjan bayramı. Manjayning manjunji kuni Nasaralarning ro'za tutgan kuni. Manjayning manjunji kuni Yahudilarning ro'za et kunisi deb uchuq bilsa, tarix bilan bilsa, bu chaqda nimaga chiqmaydi? Talatash kelib chiqmaydi. Bu chaqda bu savdo nima? Sahih bo'ladi. Va la yajuzul bay'u ila al-hasad. Endi ila al-hasad degan o'mig'icha bug'doy, qo'noqlasi pishamda pishgandan keyin bug'doyni o'raydigan gap. Qo'noqni chopadigan gap. Bu nima deb ataladi? Hasad. Ya'ni o'rmig'icha va diyasqcha degan gap hamda bug'doy qo'noqlarni olib bo'lgandan keyin nima ish qiladi? Xaman olamiz, so'qamiz. So'qab bug'doyni ing'iga, samanni miniga ayiradigan gap. Bu nima deb ataladi? Diyas, ya'ni xaman ilish, xaman tepish, xaman ilish deb ataymiz. Ya'ni bu xaman oldigan chaqqicha va qitof degan mevalarni uzish, mevalarni uzadigan chaqqicha, masalan, olma bo'lsa olmalarni uzadigan, üzüm bo'lsa üzümlarni kesadigan, xurmo bo'lsa xurmolarni uzadigan, masalan, har qanday mevalarni uzadigan uzashni deb ataydi, qitof deydi, ha? Mevalarni deb dayaqdagi mevalarni uzadigan chaqqicha va qudumul haj, hojilar keladigan chaqqicha deb qarab to'xtatsa, bu savdo joiz bo'lmaydi. Bu fasid. Nimishqa? Chunki o'miniki o'rash vaqti degan ba'zida bug'doylar issiq qolsa baldi pishadi. Bug'doylar nada olib issiq qolmasa keyin pishib qoladi. Ya'ni oldi keyinni bo'lib qoladi muddat. Xaman ilish shunga o'xshash. Bug'doy baldi pishmasa, xaman ilish chiqib qoladi yoki baldi bo'lib qoladi. Qitob mevalarning shunga o'xshash. Hojilarniki qadam keltirish degan hojilarning qachon kelishini qolamliq biz. Ham bu odam Alloh nisb qilganda ketamdi. Hojilar kelganda agar hajgacha desa bu uchiqina. Zilhajning 13-kuni ya haj deb degan haj oylarigacha desa muqim bir kunda to'tasi bo'ladi lekin hojilar kelguncha desa qachon keldi hojilar? Vallohu alam. Demak, bu yerda jaholat kelib chiqadi, oldi keyniga tushib qoladi. Shuning bilan bu yerda talash tortish kelib chiqadi. Shunga joiz bo'lmaydi. Befas turadi. Fa in tarada, endi uning hukmini bu chaqda her ikisi bunda so'lib qolganlar nima qilish kerak? Yenishish kerak. Afuni yandı puladu, mavjo mal yandı puladu. Bu yandırışı vacip kendinge. Endi fa in tarada ya. Eğer bu iş köylen, yani algıcı satqıcı bu iş köylen, bi isqatil eceli degan, muşu to'xtatgan muşu noma'lum muddatni nima bekor chiqarish, isqatga ibtal degan gap. Nima noma'lum muddatni bekor chiqarishga herkes qo'shilsa, rozi bo'lsa, qabla an ya'khudha an-nas fil hasad degan kishilar nimaga o'mig'i tushib bo'lguncha, o'mini boshlab bo'lguncha, kishilar nimani xaman tepishni boshlab bo'lguncha va hojilar qadam keltirishni ilgari shu ishlarni to'xtatgan shu mazkur muddat kap bo'lguncha to'xtanglar, biz noma'lum muddatni yo'q qilaylik, noma'lum muddatni tashlab o'tib boshqa muddat to'xtaylik deb uchuq muddat to'xtatsa nima bo'ladi? Jazal bay'u. Bu savdo joiz bo'ladi. Ya'ni muddatni yo'q qilib o'tib, Xudoyim buyurganda beramiz degan muddatni yo'q qilib, falon kuni falon joyda uchuq tarix bilan sizlar bilan devosa nima past bo'lib bo'lgan yerdan savdo nimaga aylanadi? Bay' sahihga aylanadi. To'g'ri savdo aylanadi. Endi ikkinchi masala deydi. Endi ikkinchi masala deydi qabdul mabi' fil
bey'il fasid. Hamda bey fasidda malni qulga qabzi qilib elishning hukmi. Bu nimani bildirdi? Degan masala. Ve iza qabada al-mushtari al-mabi'a fil bey'il fasidi bi amri al-ba'i'i hamda qachonki mushtari bey fasidda degan kim bey batıl buni chekilmaydi. Bey batıl ne aslan nima? Qat'iy hech qanday uni igilik haqiqiy malni qabul qilib olsa-mu, ma tuvandagi ma hukm uni hukmi kelmaydi. Bey batıl buni chiqib ketadi. Tushundingmi? Am bey fasid. Bey fasidda malni mushtari ba'i degan malni sotquchining amri bilan, izni bilan, buyruq bilan, izni ruxsati bilan olsa, nima bo'ladi? Ruxsat olgan vaqtida bir shart bilan bu mal nimaniki igdorchiligi o'tadi. Mushtarining igdorchiligi o'tadi. O şart qolsa va fil aqdi ayvadani. Bu savdoda ikki ivat bor ekan. Kullu vahidin har biri uch ivatdan mal ekan. Degan gap mal bey fasken, bey batil emas ekan. Chunki agar mushkisini birsini bilib qolsa, mal bo'lmay qolsa, mal degan nima beradi? Mal degan endi qimmat va narsa. Endi bu qiyma, shay'un lahu qiyma. Og'ilib qon satqilib narsa. Lekin ammo qon, maytat degan narsalar qolsa shu bilsa, la yajuz. Bu bey batil bo'ladi. Çünkü meytet degan qimmati bormi? Yo'q. Qimmati yo'q. Meytet ulab qoladigan bir pul qolmaydi uni. Ya'ni pul qolmaydigan qimmati yo'q. Tash qo'tar tash masalan. Qimmati yo'q, narsa ulab qolsa, bu savdo nima batil. Ammo mushu ikki malning har ikkinisini bo'lsa, mal kelish almashtirib o'tgan. Hatto haraq degan setish harom endi. Lekin o'sha haraq bo'lsin nima? Malda. Chunki kofirning nazarida nima? Mal. Lekin mushunda haraq kofirning birisi Müslümanın birisi harak satıptı kafirga. Mesela. Harak satkan bolsa, andan şu satqıçının izni bilen satып algıç epti mesela. Algan bolsa, bu soda qanday bo'ldi halti desa, harakni epti o. Mavdu satqıçının harakni epti. Eplam algıcı harakni chiqiblarni qilibdi. Chechib o'tibdi, tukib o'tibdi mesela. Tukib atgan bolsa, bu soda qanday qiladi? Tukib atgan harakni usqullamdi qancha nimaga? Usqullamdi. Yo'qolib ketadi ama halok bo'ldi degan gap. Bu holatda nima deymiz unaqa? Tülmaysa deymizmi? Yani tülmaysa deymizmi? Yo'q. Bu chaqda tülaydi. Agar tukib atmagan bo'lsa nima ish qiladi o? Aroqni egasiga qaytaradi. Aroqni egasiga qaytaradi. Pulni nimaga? Aroqning pulini sotib oluvchi qaytaradi. Ammo aroqni tukib o'tibdi. Tukib atgan bo'lsa-chi, bu chaqda nima ish qiladi? Aroqniki pul qancha pul bo'lsa, nimaga? Haram satışu qaytaradi. Shundaqmi? Maz Musa nima demoqchi men hozir? Yani va ila qabadal mushtari al-mabi'a, mushtari malni bay fasitni qo'liga olsa, bi amril ba'i. Ba'ining buyruq bo'lishi kerak. Buyruq satqchi elanga deb bergan bo'lsa, satqchi buyruqmisini olgan bo'lsa, u joqda chekilmaydi, so'l chekilmaydi u joqda. Bay batil. Ammo satqchi debdi, elang debdi yoki elang demisimi, satqchi bayada malni apti, satqchi nima qilmabdi, gaqmabdi. Demak bu yani elang degani o'xshash. Ve fil aqdi ivadani bu sodada ikki ivad barken her biri o'shkisining mal ekan, ya'ni unda maytat emasken, dememesken. Bo'lsa malakel mabi'a malga nima mushtari ega bo'ladi va lazimatu qiymatuhu. Uning gadiniga agar o'sha mal halok bo'lib qolsa, o'sha malning qiymati nima bo'ladi? Lozim keladi. Qiymatini to'lash men degandek gibi. Qiymatini to'lash lozim keladi. Endi men bir gap tushunish kerak. Asli normal sodada sağlam sodada. Beyi sahihda aldım sattımda qo'lga chiqqan chaqda nima bo'ladi? Rozi bo'lsa qo'lga chiqqan bo'lsa, mal qabdi olsin, olmasin, kimniki nomi o'tkiladi? Mushtarininki nomi o'tkilib ketadi igdorchiligiga. Lekin mal bey fasitchi qo'lga olgan chaqda o'tkiladi. Farqini bilmayman. Bey fasitda qo'lga malni olgan chaqda shu bayining amri bilan olgan chaqda o'tkiladi. Anamida uni bayining amri qolib o'tirmaydi. Bey sahihda. Onundan keyin endi mendiki eng muhim bir şey ve li kulli wahidin min al mutaaqidayn fasquhu degan bu yerdagi lam nimanda alamanista ba'zida masalan fa in as'atum falaha degan oyatimi fa alayha degan bo'ldi. Agar yomonlik qilsanglar, nima nafsinglarning ziniga yomonlik qilsa, o'zinglarning ziniga degan oyatimi laha degan ma'nosi nima? Alamanista. Bu yerdagi ve li kulli wahidin minhum min al mutaaqidayn fasquhu degan ma'nosi nima? Ve ala kulli wahidin
minel mutaakidin feskumen manası. Eğer müşahede ala olmasa lam bulab kalsın ne bulacakda? Yani iki aklı kılık kişi buzu şuqwa degan bilib. Yani buzu mu buludu? Buzumuzun buludu degan ma'no chiqlandiramiz. Aklı beyfasını qilish kerak. Chuqum past qilib iqola qilish kerak, iqola. Iqola degan gap yandirish. Afun yandirdi, mamalni yandirdi. Tushundingmi? Endi nima ish qilib beshtiki milki nima uchun yetkildi degan gapni nima ish qilaydi buni? Yandirish kerak bo'lganda kim deb o'tib o'tgansa, ba'zi chaqda mal mabi' haloklab ketsa, ya'ni nimaga qaytarolmaydigan ahvolga chiqib qolsa, ba'iqa qaytarolmaydigan qancha nima ish qiladi desa, shuni shu ba'i qaytarishdiki, shu masalani hal qilish uchun nima deydi? Qo'lga qabz qilib oldimi? Ba'i fas bo'lgan taqdirdami, aning gading o'tib ketdi mal. Agar halokat qilib qolsa, shuni qiymatini o'zini nima qiladi? Ba'iqa yandirib to'laydi degan gap. Agar bu qiymiy asos qiymatini to'laydi, agar misli narsa bo'lsa, o'qishini to'laydi. Agar tuxum bo'lsa bir dana, bir tuxumni o'rniga bir tuxumni beradi. Agar qimmati va narsa bo'lsa, o'qishini deb qo'llanmaydigan qo'y masalan, qo'y bo'lsa, qo'y degani o'xshash qo'y deb qo'llanadi bu yerda. O'xshash bir qo'y degan dunyoda bir dana qo'y bor. Uni qiymatini bergan gap endi. Tushunarmi? خوش عندنا ولكل واحد من المتعاقدين فسخه فإن باعه المشتري نفذ بيعه أجل أمده ما شو نخل أهوال مشتري من بيع فاستا أبوان مالني بريك إذا مسيتوا تقامبوسا باش بيدم جا نفذ بيعه bunun sodisi küçük iğe nüfus da budur. Yani uçakta ne yanında ötüş vacip demeyiz uçakta. Nemiş ka? Limada dese çünkü üçüncü şahıs kap kaldı mı? Çünkü Adem'in nispeten bu sodunu ve bey sahih. ما هو مولان مشتري الثاني نوترستكي بين ما بي صحيح شنو bu Adem'in hakkını başkasındaki günahsını dep Adem'in hakkını mı qatılmaydı yok qılınmaydı bu çağda günahını müşkisi tatqan boldu bey fasını qılıp haramını qılgan boldu günahını müşkisi tatıdı kıyamet günü cezasını yeydi lakin mal soda nima soda bulaverdi şundaqmı xoş endi üçüncü mesele el cem'u beynel caizi vel haram endi bey jaiz bilan bey haram. Jaiz bo'lgan savdo bilan haram bo'lgan savdo orasida juplasi qanday bo'ladi degan masala. Va man jama'a bayna hurrin va 'abdin. Kimki bir narsani bir ozod odam bilan qulning orasida juplab setibdi beradi. Yoki shatin zakiyatin va mayta degan gap bo'g'izlangan qo'y bilan uzilib qolgan qo'yni juplab setibdi. Bo'lsa bu savdoni mutabattalal bay'u fihima degan bu ikki masalada savdo nima? Batıl. Savdo pas emas, batıl. Yani bu savdo aslan chigilmaydi aslan. Yani va man jamaa chunki nima uchun degandim? Asli yani demakchi buni bu masalada nimalarniki, ikki imomeynniki nima sohibanning ixtilofi va sohiban nima deydi? 164 qaranglar, 164 da qala fil yanabi hada ala wajhayn. Bu ikki vajhiga binoan deydi. Ikki yo'l bor. Agar summiya lahuma thamanan vahidan agar u ikkisiga bir saman atalgan bo'lsa fal bay'u batilun bil ijma bay'i bil ijma batil va agar u ikkisining biriga pul atilibdi alohida ya azatqa yoki nimaga qulga manfu deb pul atalgan bo'lsa Abi Hanifa rahimahulloh qarshi yana batil lekin ikki imomlar جاز البيع في العبد والذكية. يعني ما قولوا لن بغضان غنى بصور جائز بولد ديدو لكن الفتوى على كلام والبطالة في الحر والميت ديدو فتوى بين إمام أعظم من قول السوداء. الفتوى إمام أعظم من قولية ما مسألة ده. أمد نمشقة her qanday adam azat bilan qulning orasida juqlab setibdi yoki uzilib qolgan moldan bo'g'izlangan molni orasida sotgan bo'lsa savdo batil desa chunki bu masalada qul degan bahosi ma'lum narsa lekin azat deganning bahosi bormi? Azatning bahosi yo'q. Azat degan sotilgan narsa emas, la yajuz bay'u. Lekin bo'g'izlangan molning bahosi bor narsa lekin bo'g'izlanmagan molning bahosi bormi? Bahosi yo'q. Demak bu yerda jaholat kelib chiqdi bir uni kenidan qat azatni setish va uzlab qana setish deb jinoyat, ig'ir jinoyatimiz keldi chiqki. Shuning bilan bu savdo nima? Tufiltizdan batil deydi Imom Azam har qanday holatda. Va man jama'a bayna 'abdin va mudabbarin aw 'abdihi va 'abdi ghayrihi
sahhal aqdu fil abdi bi hissatihi min as-saman. Endi kimki qul bilan mudabbar qulning orasini jo'lab setibdi. Bir dana qul, kamil qul, mutlaq qul. Yine bir mudabbar qul, men o'lsam azat degan qul, ikki qulni jo'lab satgan bo'lsa, yoki o'zining qulini setibdi va yine bir o'zining bilak odamning qulini ekib satgan bo'lsa, bu savdo nima? Joiz. Bu savdo quldagi savdo joiz. Quldagi satgan ya o'zining qulistiki yoki mutlaq quldagi savdo joiz bi hissatihi min as-saman degan. Shu qulning puli nech pul olsa, shuning puli bo'yicha pul beradi. Animidagi mudabbar bilan o'zining g'ayrining quldagi savdo men la yajuz, joiz olmaydi. Ikisini qaytarib o'tish vojib. Ya'ni mudabbar qul bilan o'zining boshqa qul satgan pulni qaytarish vojib. Lekin qulning o'zining puli tushdiq, savdo chigilib savdo bo'ladi. Nima chunki mudabbar qul deganni setish joiz olmaydi. Lekin animiga o'xshamaydi-mi? Ozodni setish. Mudabbarniki setish joiz bo'lmagan bilan buniki nimasi bor? Qulluq degan bir sifati bor. Lekin o'zining g'ayrining qulisi deganning setish joiz emas, lekin uning bir qulluq deganimiz bor, bahasi bor. Mudabbarning bahasi bor. Ammo nimaning uchun? Ozodning bahasi yo'q. Yuzlab qanasining bahasi yo'q. Sifati bor. Demak, ma'noda vasfda xatolar chiqdi, ma'noda vasfda. Mudabbar degan vasfda xatolar chiqdi. Lekin 5-kicho asli xato, vasf xato. Endi oxirgi masala deydi. Al-buyul manhi anha. Oxirgi masala cheklangan. Payg'ambar alayhisalom hadisda uch qo'shqara to'sqan cheklangan savdolar. Bu savdomiz makruh tahrimiy deb. Makruh tahrimiy. Buni hukmi nima desa, bu savdolar chigiladi, lekin egisi gunohkor bo'ladi. Bu shuni qodan nima qattiq gunohkor bo'ladi. Anladın. Ve naha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anin necashi deydi. Necaşni to'sqan. Nima u necash degan desa? Necash degan gap bir odam bozorda meni sataman deb kelsa, yana bir odam kelib, bu odam meni sotolmasin deb, masalan, 1000 ko'y oladigan narsa, 1000 riyal oladigan narsani 1500 riyal qilib qo'ydi. Kaplam 1500 riyal qo'ygandan keyin bu odam nima deb o'ylaydi? O mening bilim qimmati o'xshaydi deb o'ylab qoladi, amaylam ketadi. Shunga bilan bilak odamni kelib 1300 qismi bermaydi, 1000 qismi bermaydi, kim ziyon tortadi? Malning egasi ziyon tortadi. Bu bir. Yeni bir nusxasi bilan Najashning bir odam kelib malni, ya'ni 500 ga olgan malni 1000 riyal deb qo'ydi. Lekin u odam asli maqsadi elish emas. U malni sotqish bilan bir. Bu boshqa odamlarga bahoni ko'tarib qimmat sotmoqchi. Mushu nima? Najash deb ataladi. Ikki xil ma'nosi, tushundingmi? Bu sharhil ikki nusxada Najashni Payg'ambar alayhisalom to'sqan. Va agar shunday setib qolsa, savdo joizlamdi. Savdochilar chigiladi, lekin qattiq gunohkor bo'ladi. Qiluvchilar. Nimishqa? Chunki nima ish chigiladi? Chunki bu yerda ikkinchisi olindi, ikkinchisi rozi bo'lib olindi, qo'ylab pallinib ketgan bo'lsa-mu, ikkinchisi rozi bilan savdo qilishgan bo'ldi. Ikkini malning sifati, aslisimi sifatimi to'g'ri? Shundan bo'ldi, savdo chigiladi. Lekin Payg'ambar ham to'sqanlik uchun va bu odamni qo'llangan, aldanganlik uchun nima? Hatto makruh tahrimi, haram chekillik makruh hamda bu. 5'tiki savdolar haram. Aroqni sotish haram. 5'tiki bir haram ma. Ma'ni yenish vojib emas endi. Gading vojib bo'lmaydi. Endi va'ani sawmi ala sawmi g'ayrihi. Payg'ambar alayhisalom o'zidan boshqa odam baho qo'yib pishib bo'lgan so'zni bizga baho qo'yishni to'sqan. Masalan, men bir odam bilan bir mashinani 10 ming riyal deyishib bo'ldim. Talishib, 1 soat deyishib, endi 10 ming bermsiz, bitma deb deyishib bo'lgan bo'lsam, biz kelganingizga qancha pul bo'ldi mashina desa, 10 ming riyal deyishdik desa, men 12 ming riyalga desa, bu nima? Shuni modixidalik deb qo'yamiz, endi Payg'ambar ham shuni to'sqan. Anladın. Amma bir odam deyishib turadi. Pishmonlik, deyishmanlik. Ya'ni savdo bitmanlik, pishmonlik. Ma'o 9 ming deb turdi. Ya kam bo'g'ay deb turdi, bir odam kelgansa 10 ming olay desa, ma'o buni hukmi kelmaydi. Amma deyishib bo'ldi. 10 ming ittifoqlashib bo'ldi, kelgansa qo'y. 12 mingni bilgan u azam bilan qilib deb nima nima? Ma'o mamnu bo'lgan, ma'o harom bo'lgan ma'o. Balki Payg'ambar to'sqini ma'o. Endi shuning uchun agar kim ochdi deb so'radi va kim ochdi deb. Kim oldi? Ma'o bancha mingga chiqdi deb haraj qilgan bir bozor bor, masalan. Bu joiz. Bu joiz. Tushundingmi? Shuni to'g'ri tushunmasanglar,
kim açtı sodasını haram kıldı aşk kıldı. Kim yukarı aldı da. Bunda mesele yok. Lakin mesele nerede? Mesela ittifaklaşıp olgandan keyin tüpski futilish. Peygamber sallam ve an talaqqil jalabi degan gap boshqayan elib kelingan malning oldiga chiqishdan to'sqan. Nega degan gap desa, yezi qishloqlardan shaharlarga dehqonlar masalan boshqa yerlardan tijoratchilar milini olib kelsa sotaman deb bozorga kelib bo'lguncha, bozordagi sotadigan markazga kelib bo'lguncha oldiga chiqib turib, yo'lni to'sab turib, "Sekin men olay" deb azan ilib olish. Azan olamni qiymatlarini Peygamber to'sqan. To'sqanni qilmas kerak buni. Nima uchun? Adam bozorga kelib bo'lsa, mumkin qiymat ko'rsatishi mumkin, malning bazı bilib, joyda sota oladi. O oldida ilib olganning maqsadini oladi, azan ilib olib, ondan qiymat sotmoqchi maqsad. Agar shuni oldin to'samiz bozorga kelib, u odam azan sotishi mumkin, boshqalar azan sotishi mumkin, yo odam qiymat sotishi mumkin. Chiqib demak, ya olg'uchi foydali oladi, yo sotuvchi foydali oladi, normal. Al qo'ymichilar nima qilmaydi o? Foyda olsa, ular qo'ymichilar ya kelgan odamni azan olmoqchi yoki uni nima qilmoqchi? Uni ilib olib, boshqa odamlarga qimmat sotmoqchi. Shuni to'sqan. Siz jalab degan ma'nosi. Bu odamlarni bizda unda odamlarni hayonkash deymiz. Ya'ni hayonkashlikdan Payg'ambar alayhisalom to'sqan. Va an bay'il hadir lil badi. Endi ma eng murakkab masala. Hadir degan gap shaharlik degan gap. Shaharlikning lil badi degan gap yeziliqning melini setishini to'sqan. Qanday desa, masalan, bu baldiga so'tga o'xshab ketadi. Yeziliqdan birisi millab kelsa, shaharlikimiz ko'chida uni igi bo'lib olib bitamchida. Agar onda hammani yuziga bo'lib olib, anda boshqalar bani o'litib setish. Yoki mana shu shaharlikni, yeziliqni biz xohlagan sotib qo'ymaslik. Ya qimmat sotamdi, azon sotamdi, shu igi bo'lib olib nima qilish? Setish bir ma'nosi bor. Yana bir ma'nosi-chi desa, endi mana bunda degani dallollik qilish. Dallollik qilib, yeziliqdan bizim mamlakat darhol ikkiga ma'nosib deb o'ylab, o'shani qiymat setib boshqalarga ziyon qo'shitish yoki uni men shu sotqiliq xohlagan sotqiliq qo'ymay, uniga ega bo'lib olishdan Payg'ambar alayhisalom qilgan to'sqan degan. Endi sohib hidoya shuning o'zini nima deb ma'no etgan desanglar, ya'ni shaharlik yeziliq bino sotmoqson. Yeziliq binosini bilinmagandan keyin uni qo'ylab ketishi mumkin deb bunda tushungan. Lekin eng to'g'ri ma'no beshtikka ma'no. Chunki do'konchi deganda ko'p shaharlik bo'ladi. Binasi oldiganlarning ko'pi nima bo'ladi? Yeziliq bo'ladi. Endi bu mumkin emas endi bu. Dehqon degan shahar kirib narsa oladi. Shu shaharlikniki binasi setishni cheklab qo'ysa, shaharlik degan tijorat qilib boqadi. Dehqon degan yatirib boqadi. Buni cheklab qo'ysa, ya'ni tamponsizlik kelib chiqadi. Demak, buni birinchi ma'nosi yaxshi, ya'ni shaharliklar yeziliqlarniki mollarini o'zini egallab olib, masjid bilman deb ega bo'lib olib qiymat setish uchun yoki o'sha yeziliqni ziyon qo'shitish uchun uni egallab olishi Payg'ambar to'sqan. Va anil bay'i hamda va anil bay'i inda azanil jum. Payg'ambar alayhisalom juma namozi azan chiqqanda so'l sit qilishni to'sqan. Bu harom endi bu, harom. Ya'ni juma namozida azan chiqib tursa, nima qilish so'l sit qilishdan. Endi ikkinchi namoz to'langanda azan chiqib qoldimi? Xalos hammadan Alloh taolo va idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila zikrillah va zarul bay' degan oyatni so'dni aytadigan buyruq. Demak, so'd qilish harom bu vaqtida. Bu chaqda batil bo'lsa, batil. O qilgan so'd bir batil. Hammasi. Mana hukmi intayin keskin. Va kullu zalika yukrah. Buni hammasi makruh. Va la yafsudu bihi al-aqdu. Buni bilan aqd, savdo kelishim nima buzilmaydi. Va man malaka mamlukayni saghirayni. Endi kimki ikkilarni kichik qulga ega bo'libdi. Ikki kichik qul, ya'ni balog'atga yetmagan demakchi. Ahaduhuma zu rahimin mahramin min al-akhar. Bu ikki kichik qulning biri yana biriga zu rahmi mahram ekan degan. Zu rahim degan gap bir anadan tug'ilgan. Ya'ni bir tuqqandan bir yerim tuqqangacha degan gap. Mahram degan gap elib tegish harom. Yani bir tuqqanken qarindosh yoki bir yerim tuqqan tog'a bola degandek. Shugacha elib tegish harom bizga mahram degani elib tegishmaydi. Birisi bizga mahram bo'la oladi, elib tegishmaydi holatda. Ikki bir tuqqanken. Bu shunda bir tuqqanni mana zurah mahram degani barchaqda zurahmi zu mahram nima?
Zu rahme emas, mahrem mutkaşım var. Leyse zu rahm, velakinnehu mahremun da mutkaşım. Yani imildaş mesela. İmildaş. Bir ananın abiyen imildaş olsa, bu zu rahme emas, lakin ma mahrem biz ki eptik cembeyiz. Anladın mı? Zu rahm mahremin demek çoğunu, yuhtarazu minel radi' minel rida'a. Minel ahi minel rida'a diyeyim. Yani imildaşlığın bu an bir tukanını çıkartmak için ya. Hem de demek çoğunu yani mujunda kızıl bir tukan bulak kalsa, bir yerim tukan kıcı eptik cembeydiğen İkiden küçük kul uygulap kalan olsa lem yufarrik beynehuma. Bu ikisinin ayrısını ayırıp satmaydı. Ayırıp satıştırma mekruh. Bu ikisinin ayrını satağız ikisini birle satadı o. Satmaz olsa birle koyup koydu. Nemişka? Çünkü bu ikisi birle çoğun oğan. Bir küçük. Nahayeti birisinin ağır varsa katlık azaplanırdı. Şunun için bu ikisine ayrı çıkmamaydı. Ve kezalike in kana ahaduhuma kebiran vel aharu sagira. Ve şu noktada eğer zu rahm mahrem boğan bu iki konunun biri çoğun yani biri küçük olsa bu ikisine ayrı yetişme deme cüz caiz olmaydı. Demiş ki çünkü çoğuna küçüğünü ahvalını haber aladı. Küçüğü çoğun olan unsurbat edip rahat yaşaydı. Çoğun küçüğü küynüdü. Küçüğü kıynılıp yalnızlık tatqınmaydı. Fe in ferraka beynehum eğer bu iki zu rahm mahrem'in arasında ayrı etse kuriha lehu zalik. Mekruh, tahrimi buludu, katkın akar buludu. Ve cazel beylekin soda caiz buludu. Ve in kana kebirayni. Eğer işkili çoğunlap kalışıyor, zuhur am mahrem, işkili çoğun yaşıyor, balagat gitip olan çoğun kullap kalışıyor dese, fela ba'se bit tefrik beynehuma. Bu işkilerin arasını ayrı etse çatak yok. Çünkü çoğun oğandıkin, onda birisinin halini haber amzumu, işkili cansaklarlaydı, müstakil yaşayalaydı. Şunu çoğunu çatak yoktaydı. Bana bugünkü dersimiz bir şey de akılaştı. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.